Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan 3-moduldagi yangi mavzu ma'lumot axborot hujjatlari, tavsifnoma, tavsiyanoma va tarjimai hol haqida fikr yuritamiz. Demak, tavsifnoma ma'lum bir shaxsning mehnat va ijtimoiy faoliyati, uning o'ziga xos xislat va fazilatlarini aks ettiruvchi rasmiy hujjat sanalar ekan. Tavsifnoma muassasa ma'muriyati yoki jamoat tashkilotlari ular tomonidan xodimga bir qancha maqsadlar uchun, ya'ni o'quv yurtiga kirishda, xorijiy mamlakatlarda ishlash va boshqa yumushlar bilan ketishda, lavozimga tayinlash yoki shahodatlashtirish va boshqa holatlarda berilar ekan. Xo'p, tavsifnoma deganda nimani tushunishimiz kerak? Bilasizki, davlat tilida ish yuritish fanini biz rus tilida delo производства deb o'rgatganmiz boshida. Xo'p, davlat tilida ish yuritishdagi tavsifnoma rus tilidagi barchangizning tilingizda jaranglaydigan xarakteristika deb aytmoqchiman, lekin bugun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan o'rtoqlar, biz tavsifnomani xuddi o'shanday o'zimizning o'zbek tilida tushuntirishimiz kerak. Tavsifnoma bu shaxsning mehnat faoliyati, uning o'qish va mehnat faoliyatida erishgan yutuqlari haqida ma'lumot beruvchi hujjat sanalar ekan. Tavsifnomada shaxsning ham salbiy, ham ijobiy fazilatlari aks ettirilishi kerak va albatta muassasa yoki tashkilot rahbari tomonidan muhrlanishi kerak. Xo'p, keyingi hujjatimiz bu tavsiyanoma sanalib, biror shaxsni ma'lum lavozimga yoki turli tashkilotlarga a'zo bo'lishga tavsiya etish maqsadida tuziladigan rasmiy hujjat sanaladi. Tavsiyanoma ma'muriyat yoki alohida shaxs tomonidan berilishi mumkin. Har darsimizda, har modulda tushuntirganim kabi, davlat tilida ish yuritish kursidagi har bir hujjat o'zining alohida xususiyatlariga ega. Shunday ekan azizlar, tavsifnoma va tavsiyanomaning o'xshash jihatlari, zaruriy qismlari bir xildir, lekin tavsifnomada albatta muhr bo'lishi shart. Tavsifnomada shaxsning ham ijobiy, ham salbiy xislatlari aks ettirilishi kerak. Tavsiyanomada esa uning faqat ijobiy xislatlari va shu ishni, shu vazifani bajara olishiga tavsiya berish va ishonch bildirish kabi alohida xislatlari ko'rsatilar ekan. Tavsiyanomada albatta biz aytdikki, shaxsning faqat ijobiy xislatlari aks ettirilar ekan. Mana ularning, ya'ni tavsifnoma va tavsiyanomaning o'xshashliklari. Har ikkisida ham shaxsning xislatlari aks ettiriladi, har ikkalasi ham lavozimga tayinlash uchun berilar ekan. Demak, mana tavsiyanomadan namunani ko'ryapmiz azizlar. Tarjimai hol bu hujjatlar orasida shaxsiy hujjat nomi bilan mashhur bo'lgan hujjat sanalar ekan. Tarjimai hol shaxsning o'zi haqidagi, ya'ni men deb boshlanadigan va shaxsning butun mehnat faoliyatini aks ettiruvchi, bir so'z bilan aytganda o'z hayotini aks ettirish ma'nosidagi hujjat sanalar ekan. Tarjimai holda nimalar yoritilishi kerakligi haqida mana ko'rib turibsiz. Undagi 4 ta zaruriy qism, shu ikkinchi zaruriy qismning o'zi yana shuncha punktlarga bo'linishi haqida ko'rib turibsiz. Tarjimai hol boshqa hujjatlarga qaraganda ancha erkin va mustaqil holda tuziladi. O'ylaymanki, barchangiz tarjimai holni shu yoshga qadar bir necha bor yozgansiz. Har safar ishga o'tayotganda, o'qishga kirishga yoki rahbar lavozimiga tayinlanayotganda tarjimai holdan foydalangansiz azizlar.